Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatik darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 47-dars putgan, o'tgan zamonni o'rganib o'tamiz. Biz shu fe'llarning zamonlari bilan tanishib, 5 xil zaman, 4 xil zaman shaklini burungi darslarimiz o'rganib o'tgandik. Normal Golland tilida jami 8 xil zaman shakli bor. Lekin qolgan 4 xil zaman shakli u bek jiq ishlatilib ketmaydigan ham grammatik seviyesi jihatda eng az B1, B2 seviyadagi zaman shakli bo'lg'achqa uni sal keyinga olib qo'ygan. Shunga shu darslarimizdan bugun putgan o'tgan zaman, ya'ni voltойды verleden tijd. Ya'ni voltойд tijd bilan verleden tijdning ikkisining birikib kelgan zaman shakli putgan o'tgan zamonni o'rganib o'tamiz. Uning latincha atalishi pluscuamperfectum. Amsa darsimiz kelaylik. Bu putgan o'tgan zaman, ya'ni ismidan chiqdi, voltойды verleden tijd. Shu bu ham bu xil zaman shaklida ham voltойд tijd va verleden tijd bor. Ya'ni sizlar ekranda ko'rgan nima shakli hozir ashning formulasi desak bo'ldi. Ya'ni biz voltойд tijd o'rgangan. Voltойд tijdda cho'qim u yordamchi fe'l haben bilan zayn keladi, ondan voltойды deyiladi. Ya'ni bu voltойды verleden tijdda shu yordamchi fe'l haben bilan zaynninki verleden tijd o'tgan zaman shakli keldi. Shunga yani hadin bilan waren, yani cümlenin egisi ilk bo'lganda had voltойды deyiladi bo'lsa, ko'plik shakli shu hadin voltойды deyiladi. Yani ikki zaman shakli birlashgan bo'ladi. Formulasi shu. Endi ma'noda bir qancha fe'llarni shu formulaga tushirib misollarga keldik. Masalan, praten degan fe'lni biz onu voltойд verleden tijd ifodalagan vaqtda, masalan, ik had gepraat, je had gepraat, wij hadden gepraat. Yani mushta shakllarda bo'ldi. Bu jadvalni ham o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Ondan Golland tilida ba'zi fe'llar haben bilan, ba'zi fe'llar zayn bilan keldi. Shun bu zayn bilan kelgan fe'llarning ham voltойд verleden tijdda ham zayn masalda was yoki waren shaklida bo'ladi. Bu jadvallarni o'zinglar ko'rib tushunalaysizlar. Amdagi muhim nuqta shunga tiximi burun yuz bergan ish harakatni hozir putgan o'tgan zamanda ifodaladik. Yana bir misol. Hij had al gestudeerd voordat hij met zijn nieuwe studie begon. Yani o yangi o'qishni boshlashdan burun o'qigan deb. Yani hozir yana ikki ish harakat bor o'tmishda yuz bergan. Birisi yangi o'qishni boshladi. Yana birisi bu yangi o'qishni boshlashdan burun yana bir kasbda o'qib baqqan bir insonni ifodalayapmiz. Shu hozir yana shu burun o'qig'ini yangi o'qishni boshlashdan burun o'qish, uningdan burun yuz bergan ish harakat. Shunga uni hozir yana putgan o'tgan zamonda ifodaladik. Ya'ni qisqasi o'tmishda yuz bergan bir qancha ish harakat bo'lib, lekin u ish harakatining oldi keyinlik tartib bo'lsa, bunda ahvol ostida eng burun yuz bergan shu ish harakatni putgan o'tgan zamonda ifodalaymiz. İkinci xil ahvol yana o'tmishda yuz bergan ikki ish harakat bo'lib, u ish harakatning ichida birisi allburun oxirlashgan bo'lsa, tugagan bo'lsa, shu oxirlashgan, tugagan ish harakatni biz yana putgan o'tgan zamonda ifodalaymiz. Masalan, toen hij 20 jaar was, had Stef al 2 jaar gestudeerd. Yani o 20 yaş vaqtida allburun 2 yil o'qib bo'lgan. Yani hozir yana o'tmishdagi shirkatni ifodalayapmiz, yani o'xshashlar. Lekin o'tmishdagi oxirlashib bo'lgan shirkatni ifodalayapmiz. Yani 20 yaş vaqtida allburun 2 yil o'qib bo'lgan, yani allburun 2 yil o'qib bo'lgandan iborat bu shirkat, hozir oxirlashgan shirkat. Shun bunda ahvol ostida ham mesela putgan o'tgan zamonni ifodalaymiz. Yana bir misol. Toen hij 11 was, had hij de basisschool al afgerond. Yani o 11 yaş vaqtida boshlang'ich maktabni allburun bitirib bo'lgan, yani yana o'tmishni ifodalayapmiz. Shu boshlang'ich maktabni allburun bitirib bo'ldi, tugidi degandek, shu oxirlashgan bir ish harakatni yana o'tgan putgan zamonda ifodalaymiz. Şu cümlelerninki o'tgan putgan zaman ifodalagan shaklini qizil rangda bo'yab qo'ydim. Shunga
mush darsni anglagan vaqtda shu videoni to'xtatib turib, mush misollarni o'zinglar bir qayta o'qib, fe'llarning shakliga alohida diqqat qilinglar. Chunki hat gestudeerd, hat afgerond, yani mushular o'tgan putgan zaman shakli. Endi üçüncü xil ahvol, bu o'tgan putgan zamanni biz yana o'tmishda allburun oxirlashgan bir ishni kuchaytirib ifodalagan vaqtimizda, shu ishning muhimligini bekroq ifodalagan vaqtda, shu biz kuchaytmoqchi bo'lgan ish harakatni, biz bekroq muhim deb qaragan shu ish harakatni o'tgan putgan zaman shaklida ifodalaymiz. Masalan, misal qarasanglar, yani de scheur was al afgebrand toen de brandweer eindelijk ter plaatse was. Yani o't o'chirish atirdi oxir kelgan vaqtda qaznoq uy allburun ko'yib kul bo'lib ketgandi. Hozir bu yerda ikki ish harakat bor-ku, birisi oldi bilan o't ketdi, uning keyindan hozir ikki shirkatdan, yani birisi o't ketdi, lekin o't ketgandan keyin qaznoq uy ko'yib ketdi, uning keyindan o't o'chirish atirdi keldi. Biz hozir boshda qaznoq uy ko'ydi, uning keyindan o't o'chirish atirdi keldi-ku. Hozir biz bu yerda qaznoq uyning ko'yib ketganligidan iborat ish harakatni o'tgan putgan zaman ifodalash orqali yani biz kuchaytmoqchi bo'lgan, biz muhim deb qaragan mazmun, yani qaznoq uyning ko'yib ketganligi. Yani o't o'chirish atirdan kelganligi emas, hozir mushu jumlani, mushu gapni qilgan odamning maqsadi agarda mush qaznoq uyning ko'yib ketganligidan iborat ish harakatni bekroq kuchaytib ifodalagisi bo'lsa, o vaqtda shu biz kuchaytmoqchi bo'lgan ish harakatning o'zini mushta o'tgan putgan zaman ifodalaymiz. Ikkinchi xil misol, masalan, the les was al afgelopen voordat de bel ging. Yani qo'ng'iroq chalinishdan burunla dars oxirlashib bo'lgandi. Yani bu yerdami sal kuchaytirib ifodalamoqchi bo'lgan mazmun darsning oxirlashganligi. Yani shu o'tgan putgan zamanni biz kuchaytirib ifodalashni xohlagan muhim deb sal shu mazmunga diqqatni qaratishni xohlagan mazmunlarni ifodalagan vaqtdami shu ish harakatni mushta o'tgan putgan zamonda ifodalaymiz. To'rtinchi xil ifodalash shakli, biz yana bu putgan o'tgan zamonni ifodalagan vaqtda o'tmishda yuz bergan shu ishningki natijasini, ya'ni shu ishning o'zini emas, balki natijasiga bekroq diqqatimizni qaratgan, natijasini bekroq kuchaytgan bo'lamiz. Masalan, Adila hat het huis schoongemaakt voordat het bezoek kwam. Yani hozir bu jumlada yana ikki ish harakati bor. Birisi mehmonlarning kelganligi, yana birisi Adilaning uylarini tozalab bo'lganligi. Endi biz mush Adila uylarini tozalab bo'ldi degan mushu jumlani o'tgan putgan zaman ifodalash orqali hozir mushu natijani bekroq diqqat bermoqchi, mushu natijani bekroq kuchaytmoqchi. Shu Adila hat het huis schoongemaakt voordat het bezoek kwam. Yani bu jumladagi muhim nuqta Adilaning uyini tozalab bo'lganligi. Ikkinchi jumla masalan, Abdullah had zijn diploma behaald doordat hij hard leerde. Yani tirishib o'rganganlik uchun Abdullah diplomni ololdi. Bu cümleden biz diplomni ololdi degan ma jumlani o'tgan putgan zaman ifodaladik. Yani bu yerdami bekroq mushu diplomni olganlikdan iborat mushu natijani kuchaytirib ifodalayotgan bo'lamiz. Yani qisqacha biz o'tmishda yuz bergan ish harakatining natijasini kuchaytirib ifodalagandimi, mushta o'tgan putgan zamanni ishlatamiz, ham o'tgan putgan zamanni ishlatgan vaqtda shu natijani ham kuchaytirib ifodalagan bo'lamiz. Ondan buning eng oxirgi bir ahvol, o'tgan putgan zamanni yana o'tmishda yuz bermagan, lekin yuz bergan bo'lsa, ayni vaqtda bunday qilsam bo'ptikan deb bir umid qilgan, orzu qilgan ishlarga ishlatamiz. Bu ishlatilishi shu ma'nisidan dal boshqacha. Ya'ni bu o'tgan putgan deb ikki putgan zamonning birlashmasi bo'lib, butunlay bir o'tib ketgan bir vaqtni ifodalaydi, lekin shu bir muhim ifodalashi o'tmishda yuz bermagan, lekin ayni vaqtda biz bunday qilsam bo'ptikan, anday qilsam bo'ptikan deb pek umid qilgan ishlarga o'tgan putgan zamonni ifodalaymiz. Masalan,
Had ik als student maar in semester in het buitenland gestudeerd. Yani bu yerda hazır had ik gestudeerd. Ötken zaman. Yani bu bizning tilimizdagi ash kashki ayni vaqtda bundaq qilgan bo'lsamchi, undaq qilgan bo'lsamchi degan jumla shaklida shu. Shunga jumla masalan, kashki o'quvchi vaqtlarimda biror mavsumni bo'lsami chet elda o'qigan bo'lsamchi. Yani shu chet elda o'qigan bo'lsamchi, o'qib tugagan bo'lsamchi deb ilqi o'tmishda qilolmagan, lekin shu ishni qilib bir natija chiqarishni orzu qilgan ishlarga ishlatamiz. Ikkinchi bir misol. Hadiye Maria Housework gemaakt. Yani kaşki tapşırıqınızı işlegen bolsanızcu, kaşki tapşırıqınızı işlep kelgen bolsanızcu, işlep etken bolsanızcu deb. İşlemegen lekin işlep etken bolsanız bek yaxshi bo'ladi deb, yani muşta o'tmishda etiqi yuz bermegen lekin yuz bergen bo'lsa, qilgan bo'lsamki deb muşta umid qilgan ishlarga mush xil zaman shaklini ishlatamiz. Yani ötken zamandaki işletiliş şekilleri muşu. Bu hem de ötken zaman sizler köygендek İğsildim işiltimiz hem köprek yizıq tilda, köprek işiltildi. Şun bu hem muşkullantıldakinin grammatik zamanlar içinde bir sel təsiraq uqum. Şun bu dersini misal ahir qap qoygan. İnşallah bu dersten keyin bu grammatik uqumning sizler üçün tushunish bo'lib ketgan bo'lishini umid qilamiz. Sualinglar bo'lsa, ostidagi inkas rayini qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Ma'qulamsa, keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.